Bug'doyli archa, bunaqasini ko'rmaganmiz. Jumhuriyati Tojikiston. Darvozani qarang kattaligini. Maşalloh, Dushanbe shahri. Xitoylar kichkina bo'ladi, bular juda ham katta proyektda qildi. Dushanbe shahridan assalomu alaykum. Xonimlar, Navro'zni qarang. Jonibek aka qayerdamiz? Jumhuriyat Tojikistondamiz. Xush kelibsiz. Bu maydon nomi nima? Maydon Istiqlol. Maydon Istiqlol. Yaqinda qurilgan ekan-a? Yaqinda 2 yilda qurgan. Bug'doydan, qaranglar. Bug'doydan archa qilib qo'yishdi. Qo'y. Bu o'zi mana bu taxtalik mana shu kosada qurtob bo'ladi-ku, taxtalik kosada. Qurtob ovqat shunaqaga solishadi. Navro'z muborak. Hozirgi paytda Esengi davlatlarining ichida eng tez ko'payayotgan xalqlar bu o'zbeklar va tojiklar. O'zbeklarda normal holat, men statistikadan ko'rganim bo'yicha 3 ta bo'lsa, tug'ilish tojiklarda 4 ta 5 ta. Demak, tojiklar tez orada juda ham kattalashib ketadi. Endi mana bu monument tepasiga chiqib ko'ramiz. Nima yo'q. Tojikiston Dushanbe qanday ko'rinadi? Mana poytaxt Dushanbe. Mashalloh. Ayniqsa kech payt chiroyli ko'rinadi. Shaharning go'zalligini qara, deydimi? Ayniqsa tepadan qaraganda. Mana bu kirgan eshigimiz. Bu poytaxt Dushanbeda bayroq, mana nomer Esengida eng birinchi bo'lgan, eng baland bayroq bo'lgan. Buni rekordini yaqinda arablar yangilab qo'ydi. Bu 170 metrmi degan shu atrofida, yana 5-10 metr qo'shib arablar rekordni yangilab qo'yishdi. Mana bu joyda Esengida eng katta masjid bo'lgan. 160 mingmi degan sig'imi. Mana shu masjidni yaqinda Qozog'iston yangiladi rekordni. 200 mingdan ortiqroq odam sig'adigan qilib, ungacha Esengidagi eng katta masjid shu bo'lgan. Ertaga bir kunduz kiramiz hozir. Bu tepadan fonni shahar hamma yo'g'i ko'rinar ekan. Shunaqangi narsalar qurish kerak. Hammadan maqtanadigan narsa bo'lish kerak edi. Shaharingizda hech kimda yo'q, menda bor, bunaqa narsa hech kimda yo'q degan. Shu narsani urg'u berilgan. Men karantindan oldin Dushanbega kelganimda shu bayroqni ko'rib, demak, haqiqatda eng zo'ri shu ekan, baland shu ekan degandim. Meni keyin rekord arablar yangilab qo'yishdi. Bu yerda butun shahar ko'rinar ekan. Parlament binolari, Oliy Majlis. Hozir Esengidagi eng katta kutubxona bor bu yerda. Hozir yana bitta maqtanadigan narsalar. Mana bu joyda ham yangi stadion qurilyapti ekan, 50 ming kishi sig'adigan. Bu ham bir katta proyekt. Bu Ko'hi Navro'z binosi. Bu binoga bizni prezidentimiz kirganlar. Nasib qilsa ertaga bir ruxsat olsak, biz ham kirib tomosha qilamiz. Juda ham hashamatli bino. Illyustralarni juda maqtashgan. Yog'ochdan, taxtadan ishlangan 3 tonna, 5 tonnali illyustralar bor. Mana bu suratlar deyapti, qaysi tomoniga o'tsangiz ham ko'zi sizdan uzilmaydi deyapti. Mana bu tomon yonboshdan turibmiz, mana bu qizchaning ko'zi masalan bizga qarab turibdi. Xo'p, yoqqa yuramiz, narigi yonboshiga. Yana bizga qarab turibdi. Afarin. Bu yerda spetsialniy tayyorlangan xaritani ko'ra olasiz. Bu siyosiy xarita emas, faqatgina Dushanbe shahrimizning birodar shaharlarini ko'rsatish uchun bu yerda yasab qo'yilgan bo'lishdi. Bu yerda o'sha birodar shaharlarning nishonlari ikki tomonda 20 ta. 30 yil ichida bizning Dushanbe shu shaharlar bilan juda yaqin madaniy, tarixiy, politik shartnomalar bo'lgan yoki do'stlik shartnomalari shuning uchun qurilgan. Kelajakda bundan ham ko'proq bo'ladi. Bizning birinchi bu Toshkent shahri O'zbekiston. Juda yaxshi. Shuni o'qtaryapti. O'zbekiston. Tarixiy ma'lumotlar bilan shu shaklda yasalgan, yana optimistik animal hayvonlar ilova qilingan. Bizning ustalarimiz yong'oq cho'mini ishlatishgan, ustiga tilla sifati eng baland tilla, Tojikistonning tillasi yuritilgan. Shunga
ustida toj bor, yana vertikal skipeti to'liq tilladan, sof tilladan, yana bezatish uchun olmos, lav, yoqut ishlatilgan. Yoqut. Tojni o'zi 2600 gram. 2,5 kilo. 600 gram. Mana shu ya. Shunda. 2,5 kilo tilla. Tilla kalit bor, ramziy kalitlar 7 shahrimizning, qadimiy shahrimizning ramzlaridir. Bular hammasi tillodan ekanda. Uchta chiqsa bo'ladimi videoga? yaqinlashish maqsad signalizatsiya. Tashavormang. Ha. O'zbekiston ko'rasiz. Manorasi deb ataladi. O'zbekcha git topdik. Sirojiddin Zuhriddinov tomonidan planirovka. O'zbekmi arxitektor? Yo'q, bizning o'zimiz tojik. Tojik, a? O'zimiz plan qilganmiz. Umumiy balandligi 121 metr, barcha qismati bir ma'noga ega. Ikki ramziy qismatga bo'linadi. Yerdan to bizning milliy nishongacha 30 metr, 30 metrligi 30 yillik istiqboliyatimizni nishonasi. 30 yilligimiz uchun bu bino qurilgan. Ikkinchi qismati nishondan to tojning ustigacha 91 metr 1991-yilda ishora qiladi. O'sha yil bizning aziz Tojikiston soyib istiqlol bo'ldi, mustaqil bo'ldi.